Do'stlar, qiziqarli tabiat hodisasi haqida aytib o'tmoqchiman. Hammamiz guvoh bo'lganmiz, kunni qizib turgan paytida quyosh charaqlab turibdi. Hech qanday shabada yo'q. Keyin g'irratib qayerdandir shabada keladi, hamma o'zi xilpiratib tashlaydi. Lekin 1-2 daqiqadan keyin yana pasayib, yana shabada umuman yo'q bo'lib qoladi. Shu hodisa qanday sodir bo'layotgani haqida aytib o'tmoqchiman. Quyosh yer yuzasini isitayotganda hamma joyini bir xil isitmaydi. O'simliklar o'sayotgan yashil joylarni kamroq isitadi. Yangi haydalgan yer rangi to'qroq bo'lgani uchun u yerda ko'proq isitadi. Beton, asfalt yuzalarida undan ham ko'proq isitadi. Shu ko'proq isiyotgan joydagi yuzasidagi havo temperaturasi atrof muhitga qaraganda ozgina ko'proq bo'ladi. Temperaturasi bir necha gradusga balandroq bo'lgani uchun atrof muhitdagi havo bilan qo'shilmaydi. Alohida pufakcha hosil bo'ladi. Shu pufak borgan sari ishib kattalashib, ichida bir necha gradusga balandroq temperaturadagi havo, keyin shu pufakni ichidan bir qushlarni galasi o'tib ketsa, yo shu yerda mashina o'tib ketsa, kattaroq shovqin chiqsa yoki o'zi temperaturasi ko'tarilganligi sababli pufak yoriladi. Pufak yorilib, ichidagi issiq havo zichligi pastroq bo'lgani uchun, temperaturasi balandroq bo'lgani uchun tepaga intilib uchib ketadi. Tepaga balandlikka ko'tarilib ketadi. Oxirida eng tepada bulutga aylanadi. Shu havo ko'tarilib ketsa, bo'shliq bo'lib qolyapti. Shu bo'shliqqa atrofdagi temperaturasi pastroq havo g'irratib to'ldirishga intilib kelyapti. Aynan shu hodisa sababli birdaniga o'zidan o'zi shamol bo'lib ketadi-da, ozgina turib so'nib qoladi. Endi bu oqim to'g'risida aytyapman. Bu oqim tepaga ko'tarilganda tezligi baland bo'ladi. Juda ham tez ko'tariladi. Burgutlarni ko'rganmiz do'stlar. Burgutlar osmonda bitta nuqtada aylanib turadi. Buni sababi, yagona sababi shu. Shu oqimda uchiga turib olgan burgut energiya sarflamasligi uchun shu yerda uchyapti. Oqimdan tushib ketmasligi uchun bitta joyda aylanib turibdi. Paraplanda uchayotganda ham deltaplan, planer, bularni hammasini ko'tarilishini uslubi yagona shu tabiat hodisasiga asoslangan. Pastdan ko'tarilayotgan issiq havoni oqimida paraplan, deltaplan, planerlar ko'tarilib oladi. Oqim pasaysa, pastdagi havo, ko'tarilayotgan havo tugasa, boshqasini topib, biridan biriga sakrab o'tib parvoz qilishadi. Biror idishda suv qaynatayotganimizda ham xuddi shu hodisani ko'ramiz. Tubidagi kichkinagina pufakchalar suv isigan sari borgan sari kattalashib uzilib suvni yuzasiga chiqadi. Xuddi shu hodisa yerni yuzida ham quyosh qizitib turganda bo'ladi. Havo har joyda pufakchalarga aylanib suvga o'xshab qaynab turadi yerda yuzasidagi havo.